Usha qol endi. Alohida taklifnoma qilib berish kerakmi? Men senga nima dedim? Men onam yetaklab yuribsan. Bitta o'zlar qoldi. Bolam. Ona, yura qoling. Bolam. Tez qo'shilib oldingiz. Yuring tez. Kel, ana o'tir. O'tir. Ona siz oyoqqa o'tirib oling. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Nima buyurasizlar? Bolam, ikkita shashlik buyurva. Ona, men aytganim bo'ladi. Siz oshqozoningiz bor edi. Undan ko'ra sho'rva ichganingiz yaxshi. Sho'rva aytib beramiz sizga. Sen nima yeysan, jonim? Menga qozon kabob, ikkita shashlik, murskoy kapris. Bo'ldimi, ichishga nima olib keling, aka? Onamlarga sho'rva bilan ko'kcha olib kelib bering. Bizga ko'lami yo, ana ice-paysilar bo'lsa, o'shani olib keling. Faqat tezroq harakat qiling. Xo'p, bo'ladi. Ukamman qara. Mana shu stolga mana onaxonga 2 siq shashlik qo'ydirib qo'ygan, pulini men beraman. Xo'p, bo'ladi. Mana shunday yoqqa borib keling, xo'pmi? Mana shashlik yetirib yuborsiz sizga, onajon. Men zakaz qilmaganman, bolam. Bu ana odam yetib bordi. Yaxshi o'tiribsizlar. Ona, nimaga zakaz qilasiz? Men aytganim yeyin dedim-ku. Bolajonim, men zakaz qilganim yo'q, men qilganim yo'q. Men bu stoldan zakaz berib yuborishibdi. Og'ayni bir minuting kimmi? Ha, o'zingcha ikkita shashlik olib berib onamga g'ururlanib ketyapsanmi? Kerak bo'lsa vagoni bilan olib beraman shashlikni, tushundingmi? Nima qilay? Sen ham erkakman deb yursan-da, o'g'il bola. Onangga olib bermasdan xotiningni ustiga qo'ysa, Allohdan la'nati bo'lsin degan bunaqa. Xizalalarga tushundingmi? Xotinni onadan ustun qo'yganligi. Onangni hurmat qilmayman, yaxshi o'tirgan. Bola, Menga qaranglar o'rtoqlar, onalar oyog'i ostida jannat deyilgan. Video yoqqan bo'lsa, storylarga qo'yib, atmetga qilib tarqatib qo'yishingizdan chiqmasin.